Bir odam kunduzida nima dedi? Ben bugun bir kechasi tahajjud o'qiyman dedi. Alloh taolo farishtalarga maqtanar ekan. O baldanmi qaranglar. 70 ming eshiklik, 70 mingta bog'i bor, 70 mingta xurumga suvchi bo'lyapti. O'qiyman dedi, xolos, hali o'qigan yo'q. Niyat qildi, umid qildi. O'qiyman dedi, xolosda. Kechqurun o'qisa-chi desa, Alloh taolo farishtalarga buyurar ekan, 70 ming eshiklik, 70 mingta bog'i bor, 70 mingta xur shuniki bo'ldi, muhrlab qo'yinglar. Hech kim ocholmas. 2 rakat o'qisa bitta, 4 rakat o'qisa yana bitta. Yana 2 rakatdan 6 rakat o'qib qo'ysa-chi, 3 ta qasr berilyapti. İnsanlarda ba'zilarda jannati shunaqa bo'lar ekanki, qaragan odam bu dunyoga 2 barobar katta bo'lsa ham, qaragan odam nimasi jannatchi ekandir ekanda. İçida bog'lari, qasrlari, daryolarda ham 4 ta daryo chiqib o'tgan. Asal daryosi, sharob daryosi, muzaffo suv, shunaqa 4 ta daryo o'tib, daryoning labida-chi desa, so'rilari bo'lib, so'rilarning ustida-chi desa, 70 qavat to'shaklari bo'lar ekanda, yillab o'tirsa beli og'rimaydigan.